Всем hello guys. Sizlar mani YouTube kanalimdasizlar va men ushbu blogda sizlarga umuman olganda Malayziya haqida hamma tushunchalarim aytib beraman va umid qilamanki ushbu video sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Agarda sizni ham yuragingiz bir burchagida Malayziyaga kelib o'qish istagi bo'lsa, qachondir kelganingizda bu videoni ko'rsanglar, sizlar bundoq dumkaga tushgandek bo'lib qolmaysizlar va nimagadir tayyor bo'lib turasizlar. Va men butun Malayziyada har xil universitetda o'qiydigan studentlarni bitta joyga yig'yapman va ushbu videoni tagida bor savollarni qoldirsanglar, sizlar u savollarga o'sha videoda javob olishingiz mumkin va men sizlardan kelgan savollarni ularga beraman. Ular har xil universitetdan keladi. Masalan, APU, City, Xiamen, MMU, Unitar, Lincoln, Alfa kabi universitetlardan kelishadi va sizlar bemalol hamma savollarni ularga bersanglar bo'ladi. Xo'p, ushbu YouTube kanalda men sizlarga 1,5 yil davomida Malayziyada ham o'qib, ham ishlab, ham yashab qolish uchun jon kuydirayotgan odam sifatida ba'zi bir o'zimni personal experience, personal advice'larim bilan bo'lishib boraman. Umid qilamanki, ushbu kanal sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Meni asosiy maqsadim sizlarni bu student sifatida olib kelish emas, sizlarni mana shu davlatdagi holat bilan tanishtirish. Men o'zimni neytral fikrlarimni bildirib o'taman va sizlarni kelish kelmaslik qaror qilish har doim o'zingizga bog'liq bo'ladi. Agarda mana shu holatga tayyor bo'lsanglar, ushbu davlat sizga haqiqatan ma'qul kelsa, kelishingizni maslahat beraman. Agarda sizga qaysidir jihatlar yoqmasligi mumkin va siz bu yerda yashamasdan turib siz u narsani his qila olmaysiz. Shuncha yil davomida yashab kelgan odam sifatida men o'zimni asl ma'noda kichkinagina fikrlarimni aytib o'taman. Mo'sh sizlarga yoqar, mo'sh sizlarga yoqmaydi. Обязательно keyingi videomizda eksklyuziv video bo'ladi. Aynan ushbu videoda sizlar bor savollarni berishingiz mumkin. Umuman olganda, Malayziyada yashash qanaqa, narx-navo qanaqa, kontraktlar, yeb-ichish, oziq-ovqatga qanaqa xarajatlar ketadi, qaysi universitetni tanlagan ma'qul? Bu yerga kelgandan keyin studentlar o'zini universitetidan davolniymi, yo'qmi, yoki ular kelganidan afsusdami, yo'qmi? Bularni barchasini keyingi videoda ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman, ushbu kanalni hech qanaqa manfaatlarsiz yuritishga men va'da beraman va bu narsani bajaraman. Hech qanaqa qaysi kompaniyani reklamasi yoki boshqa narsa yoki student chaqirish maqsadida emas. Asosiy maqsadim bu yerga kelmoqchi bo'lgan studentlarni kelishidan oldin nimalarga tayyor bo'lish kerak, shu narsalar haqida ogohlantirish va обязательно kanalga podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va o'zingizlarni qiziqtirgan hamma savollarni kommentariyada qoldirishingiz mumkin va men bularning hammasiga javob beraman.